Assalomu alaykum. Huquq voqealar tafsiloti bilan efirda axborot. Inson huquqlari va manfaatlarini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining o'rni. Adolat sotsial-demokratik partiyasining parlament qonunchilik palatasidagi fraksiyasi tomonidan o'tkazilgan davra suhbati ana shu mavzuga bag'ishlandi. Ishtirokchilar huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim vazifalari, jumladan huquqiy himoya sohasidagi islohotlar, demokratik yangilanish jarayonida ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish, qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini aholiga yetkazish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Shuhrat Ibrohimov voqea joyidan xabar beradi. Odatda ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotining ko'zgusiga qiyoslanadi. Lekin taraqqiyotning bugungi bosqichi boshqacha qiyos va talablarni taqozo etmoqda. Ildamroq, faolroq, kengroq, aniqroq va erkinroq. Ya'ni bugungi matbuot jamiyat hayotini ko'zgu o'lchamlaridan-da kengroq ko'lamda qamrab olmoqi lozim. Prezidentimizning soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigida ta'kidlanganidek, hayotimizda axborot erkinligini ta'minlash, davlat va boshqaruv organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish, ularni odamlarning o'z fikr va g'oyalarini, sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga o'z munosabati va pozitsiyasini erkin ifoda etadigan minbarga aylantirish bugungi kunda eng dolzarb vazifamiz bo'lib qolmoqda. Mamlakatimiz rahbari mana huquqiy demokratik davlat qurdikmi, demak biz qonunlar asosida yashashimiz kerak. Demak biz qonunlarga rioya etishimiz kerak. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishimiz kerak degan masalani hamma ilgari surib kelyaptilar. Shu maqsadda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi qabul qilindi. Va shu dastur asosida Vazirlar Mahkamasi tomonidan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi va bu bugungi kunga qadar o'zini samarasini bermoqda. Jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashda hamda qonunlarimizni keng targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalarini ham alohida o'rni, roli bor. Bu soha vakillari alohida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. Inson huquqlariga oid xalqaro normalarni, konstitutsiyaviy normalarni, milliy qonunchiligimizni bilishlari hamda mana shu sohani mukammal bilish uchun ta'bir joyi bo'lsa, ixtisoslashi ham lozim bo'ladi. Davra suhbatida qayd etilganidek, Prezident konsepsiyasida belgilab berilgan sohaga oid bir qator chora-tadbirlar ommaviy axborot vositalari uchun yangi va muhim bir davrni boshlab berdi. Mamlakatimiz aholisining ijtimoiy siyosiy faolligi yuksalib, keng qamrovli islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanib bormoqdadir. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida muhtaram yurtboshimiz bu borada to'xtalib, galdagi vazifa inson huquqlari madaniyatini shakllantirish ekanligini e'tirof etdilar. Bu nimada ifoda etiladi? Birinchidan, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda huquq tartibot idoralari o'z vakolatlarini amalga oshirish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hamda qonunchilikda inson huquqlarini himoya qilish borasidagi me'yorlarning hayotga tatbiq etilishini ta'minlashlari kerak. Mana bu inson huquqlari madaniyatini shakllantirishning bosh omili hisoblanadi. Bugungi jurnalistika jamiyat yangilanayotgan, hayot yangicha mazmun kasb etayotgan hozirgi davrda erkin so'z, hur fikr va ozod inson taqdiri bilan bog'liq ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi g'oyaviy vosita va hozir javob minbardir deyildi anjumanda. Bu esa mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etilayotgan davrda ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Har qanday sohada bo'layotgan o'zgarishlar, har qanday sohada amalga oshirilayotgan islohotlardan ham fuqarolarimizni xabardor qilib borish, ham davlat hokimiyati va boshqaruv idoralarining, tartibot idoralarining o'z faoliyatini amalga oshirayotganlarida inson huquqlariga rioya etilishini yoritib borish va ommaviy axborot vositalarining asosiy vazifalari sirasiga kiradi. Mana shu ikkala jarayonning uzviyligi, bog'liqligi kelgusida inson huquqlari madaniyatining yanada yuksak darajaga olib chiqishga xizmat qiladi. O'zaro muloqot davomida ommaviy axborot vositalari faoliyatida sifat va ta'sirchanlikni oshirish, yuksak talab va mezonlar darajasiga ko'tarish uchun imkon beradigan shart-sharoitlarni yaratish maqsadida sohaga oid qonunchilikni yanada takomillashtirish yuzasidan amaliy taklif va fikr mulohazalar bildirildi.